Birinchi tur 11-savol. A va B raqamlar uchun A B tegishli D degani, shuni ham aytib ketay. A B tegishli D degani A va B raqam degani. Bizda D raqamni ifodalaydi. Raqam degani, ya'ni tegishli D desam M bo'lsa natural edi, Z bo'lsa butun edi, D nima deb o'ylanib qolmanglar. D raqam degani. Endi A B raqamlar uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'ladigan bo'lsa, ushbu ifodaning qiymatini topishimiz kerak. Endi bizda yig'indi 45 ga teng. Yig'indini tarkibida ikkita qo'shiluvchi bor. Bitta qo'shiluvchi aniq butun son, bittasi endi hozirgi ko'rinishi buni butun emas deb ayta olmayman bu bilan, lekin b ni oldidagi koeffitsient kasrli. Kasrli bo'lganda hamchi irratsional son. 5 dan 11 ga bo'ladigan bo'lsam cheksiz davriy bo'lib ketadi. Endi A bilan B bizda raqam-ku, 0 dan 9 gacha bo'lgan xohlagan raqamni qo'yishim mumkin. B ga istalgan raqamni beraversam 5A dan butun son chiqaveradi. Endi bu kasr va B ni ko'paytmasdan mana shuni yozay. 5 taqsim 11 B dan men butun son chiqarishim uchun B ni o'rniga 11 ga karrali son qo'yishim kerak. Agar B ni o'rniga 11 qo'yadigan bo'lsam 11 qisqarib ketib 5 chiqadi yoki 22 qo'yadigan bo'lsam 11 qisqarib 2 degan javob chiqadi. Lekin men 11 larni qo'ya olmayman B ni o'rniga. Nimaga? Chunki A bilan raqam. 11 lar esa raqam emas. Demak, menda bir donagina imkoniyat qoladi. B teng bo'lishi kerak 0 ga. B ni o'rniga 0 qo'yib, mana shu joyini men yo'q qilib yuborishim kerak. O'shandagina kasrdan qutulaman. Bo'lmasa bu ko'rinishda kasrdan qutulib bo'lmaydi. B ni o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 5A teng bo'ladi. Bu yo'q bo'lib ketdi-ku. 45 ga. 5 ni bo'lib yuboraman. A teng bo'ladi 9 ga. A bilan B ni qiymatini topdim. Eslatma sifatida yana aytib ketay. Bir tenglikning ichida ikki xil noma'lum turadigan bo'lsa, ya'ni A, B yoki X, Y bir tenglikning ichida ikki xil noma'lum turadigan bo'lsa, oddiysiga uni ishlab javobini topib bo'lmaydi. Qanaqadir shartlar bizga beriladi. Mana shunaqa ilmoqli, kasrli yoki bir raqam, natural son yoki bir narsa degan bizga qo'shimcha shartlar beradi. O'sha shart orqali biz ikki xil noma'lumni topa olamiz. Lekin bizga shart bermaydigan bo'lsa, hech qachon ikki xil noma'lum ishtirok etgan tenglamani